boshlanadi va taraqqiy qiladi. Xo'sh, ekrandagi qadrli do'stlar. Ondaqda hozir bizning vaqtimiz dal 21 dan 35 minut o'tdi. Bizning naqsh kechiligimiz mo hozir rasmiy boshlandi. Ondaqda ruxsat qilsanglar, men yana bir qitim sizlarga salomimni yo'llab o'tgan bo'lsam, ekrandagi barliq do'stlar, bugungi bevosita tarqatishimizni ko'rayotgan do'stlarga Umid Tursundan yana bir qitim o'tliq salom. Hammalarning qimmatli vaqtingizni chiqarib, bugungi bevosita tarqatishimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugungi bevosita tarqatishimiz bo'lsa, ikki to'r naqsh kechilikka bo'lib, Akbar Ahmad o'ziniki Zarat musiqa atirti bilan birlikda bugun bizga o'xshash bo'lmagan anglash tuyg'usini va o'xshash bo'lmagan hikoyalarni sunadi. Agarda sizmi Akbar Ahmadni qo'llashni, shundaqla Zarat guruhini qo'llashni xohlasangiz, undaqda tezdan qo'lingizni shundaqla medirlitingda atrofingizdagi do'stlar. Hozir sahnimizda bizning usulchilarimizmi intayin zabardast holatda tayyor bo'lib turibdi. Undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan sahnini biz Akbar Ahmad shundaqla Zarat musiqa atirtiga topshiramiz. Qani marhamat qizlar, shundaqla yigitlar. Boshladik. Xo'sh, undaqda hozir chiroqlarimiz tayyor bo'ldi. Musiqamiz tayyor bo'lgan bo'lsa, Her bir adam ko'nglida hamon bir do'st bo'ladi. Yig'laganda tan yig'lab, kulganda tan kuladi. Do'st birodarlar degan mehr so'ygu beradi. Japa mushaqqatimmo hamon birga bo'ladi. Faqat shuni o'ylayman, sen yenimda bo'lsan. Aylar yillar o'tsin, sen yenimda bo'lsan. Arzularga tan yetayli agar xohlasan. Navrat bulay bay bulay, sen yenimda bo'lsan. Kelgin do'st bulaylik el. Kelgin do'st bulaylik el. Kelgin do'st bulaylik el. Kelgin do'st bulaylik el. Ko'nglida hamon bir do'st bo'ladi. Yig'laganda tan yig'lab, kulganda tan kuladi. Do'st birodarlar degan mehr so'ygu beradi. Japa mushaqqatimmo hamon birga bo'ladi. Faqat shuni o'ylayman, sen yenimda bo'lsan. Aylar yillar o'tsin, sen yenimda bo'lsan. Arzularga tan yetayli agar xohlasan. Namrat bulay bay bulay, sen yenimda bo'lsan. Kelgin do'st bulaylik el. 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 Ömrümüzden uzun bulsun dostluğumuz. Mal dünyadan kımmet olsun dostluğumuz. Candan aziz bulsun bizden dostluğumuz. Mengü aman bulsun. Kelgin do'st bulaylik el. Kelgin do'st bulaylik el. Pintozlarga bir natija sifatida yoki bo'lmasa bir javob qaytarish varqi sifatida bir naqsh kechiligini o'tkazish, tayyorlik qilish intayin tezki to'xtaydi. Shunday qo'yibdi. Undaq bo'lsa, oldi bilan ekran oldidagi do'stlarimizga bir salmoqni yo'llayib o'tamiz. Salom, ekran oldidagi meni qo'llab kelayotgan barliq azizlar va urug' tuqqanlar hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. So'yimlik
mehmonlarimiz Kamina Akbar Ahmeddan sizlarga sig'inishli salom. Mo'laning bugungi faoliyatimizni, bugungi kechilikimizni shundoq huzur bilan bir ko'rishinglarni chin qalbimda umid qilaman. Hamda sizlarga tayyorlagan nomorlarimiz ko'nglinglarga yiqishini chin qalbimda umid qilaman. Rahmat. Siz o'zingizni 100% naqshchi deb ayta olamsiz. Yo'q. Nimishqa? Hech kim 100% deb aytamasligi mumkin. Nimishqa bu savolni so'rayman degan vaqtida mening nazarimda siz 100% naqshchi. Voy, rahmat. Nimish uchun? Chunki bizniki san'at sohamizda, masalan, davlat ichidagi san'at sohasida mengayotgan do'stlarimizning ichida, ya'ni cho'lponlarimizning ichida naqshchilik sohasida ketib beriblar, tuyuqsizlar obyektiv, subyektiv masalalar tufaylidan yo'nalishini boshqa yo'nalishga o'zgartib ketib, yoki kino artisti, yoki bo'lmasa ovoz artisti, yoki bo'lmasa usul rejissyori, yoki bo'lmasa boshqa sohalarga ketib ketadigan ahvollar bo'ladi. Ammo Akbarni nimishqa men bugun 100% naqshchi deyman degan vaqtida Akbar bilan men tanishgandan tortib ta hozirga qadar uni oldida nimishqani uzoqmayman. Ammo hozirga qadar Akbar o'zining naqshchilikdan iborat salohiyatini o'zgartib baqqani yo'q. Shundoq. Nurg'un qiyinchiliklarni beshidan o'tkazdi. Ularni so'zlab o'tirishdan hech qanday bir hojat yo'q. Chunki mana bugungi kunlikda biz dasturxonimizga intayin chiroyli bo'lgan mevalarni tizib, bizni qo'llab kelayotgan shu do'stlarimizga shu mevalarni achqib sunyapmiz. Shuningga u jafolarni mana bugünkidek natijani ko'rgan vaqtimizda, mana bugünkidek mevalarni ko'rgan vaqtimizda azroqmi bir iliqi qayg'urish yoki bo'lmasa afsusinish ichida emas, balki xushallanarlik ichida qabul qila olamiz. Shunda xushal. Shuningga meningcha buningkin sizdan siz 100% naqshchimi deb so'ralgan vaqtida ha deb javob berishingizni umid ma'qul. Ma yaxshi Ma'qul. Undan boshqa hamda Akbar, siz o'zingizni bir sahnani qadrlig'ichi deb o'ylamsiz? Bu aniq, cho'qim shundoq. Men sahnani bak qadrlayman ish qilib. Men har bir qitim sahnaga chiqqan vaqtimda shunda qadrligim bor, shu vaqtni cho'qim bir yaxshi o'tkazay deb jiq o'ylab olaman. Shuni bilan ba'zi yerlarda yana bir ozroq masalalar chiqib qoldi. Ammo bu bo'ldi. Siz qani? Haqiqatan sizdikasiz. Lekin har qitim shu bakchiq, hamma naqshchilar shunday deyman. Har qitim aytgan naqshdan bu ömürde razı olmaydı iş qilib. To'g'ri. Faqat yaxshi aytolmagandek deblamchi. Amaliyot boshqalar unda emas. Shu. Amaliyotda hamda menimcha hozirgi bizda intayin yaxshi bo'lgan bir yuzlanish bo'libmi, yosh naqshchilarimizdagi intayin yaxshi bir yuzlanish qaysi bo'ldi desak, birinchidan naqshini naq maydonda aytish, bo'lgan seri umumlashyapti, ko'payyapti. Ikkinchidan undan keyin yosh naqshchilar o'zaro bir-birini qo'llash intayin ko'payyapti. San'atkorlar shundoq. Undan boshqa shu muzika atratlari bo'libmi, bizniki Zarat muzika atratiga o'xshash naq maydonda muzikani chilib, naq maydonda muzika o'rindaydigan mana shunday intayin yaxshi bo'lgan muhitmi, bo'lgan seri avjilib turyapti. Shundoq. Albatta Zarat guruhi bo'lsa, Şinjanning har qaysi joylariga berib turib nurg'unlagan faoliyatlarga qatnashdi. Uningda korxonalarning faoliyatlari bor. Uningdan boshqa yana o'ziningki tashkillagan, yana nurg'unlagan o'ziningki mustaqil naqshchiliklarım bor. Shundoq. Buningdan keyin yana davomli ilib borsizlar deyman. Shundoq. Chunki biz kasbiy naqshchi biz mushlam qilamiz. Bizning yoki boshqa yoki qo'shimcha xizmat u bu yo'q. Biz mushlam qilamiz. Shunlashqa biz o'zimizning kichikgina bir ortiqchiligimiz bilan Şinjandagi hattoki shu davlatimizdagi har qaysi shaharlardagi shundoq bizga muhtoj bo'lgan faoliyat va yoki uchirishish va yoki bo'lmasa bir bazma degandek shundoq bir yurish faoliyat ishlariga biz Zarat guruhi har vaqt tayyor. Albatta biz shuningga to'rt ko'zimiz bilan kutamiz desak bo'ladi. Men nimishqa Akbarni siz sahnani intan qadrligichimi deb savolni qo'yman degan vaqtida Niping deydigan bir riyosatchimiz bor. To'g'ri. Nipingning mundaq bir gapi bor. Amaliyotda buni riyosatchilarga qarata aytgan. Har qanday bir riyosatchiga nisbatan elib aytgan vaqtida uningga sahnaning markazi intan qadrlik bo'ladi. Har bir shu kasb uchun tirishayotgan shu kishiga nisbatan elib aytgan vaqtida sahnaning o'rtasida turish fursati undaq oson kelmaydi. Shunga har bir sahnaning markazida turib, chiroq nuri ostida turgan shundaq bir kishi shu o'zi sahnaning markazida turayotgan vaqtini cho'qim qadrlash kerak deydigan. To'g'ri. Shunga Akbar tamoman bu so'zga, bo'lib Zarat muzika tartibi bu so'zga intayin mos keladi ham arziydi deb o'ylayman. Bugungi bu naqshchiligimizni men yana mundaq bir so'zga yig'inchoqladim. Ya'ni utuq qozong'uvchilar yoki bo'lmasa muvaffaqiyat qozonish jarayonida izlanguchilar
degan so'zga yig'inchoqladim. Amaliyotda muvaffaqiyat qozonish deganimiz 3 narsaga bo'lindi. Shaxsan meningcha, birinchidan izdinish. Bu izdinish o'ziga mos keladigan liniya, o'ziga mos keladigan shu bir xil ishqa qarab kuchash yoki bo'lmasa shu to'g'risida izdinish bo'lgan bo'lsa, ondan buni izlab topgandan keyin shuningda izchillikni saqlab menish. Shunday. Izchillikni saqlab menish bilan birga o'zining shu ishqa bo'lgan orzusini amalga oshirish, mana bu eng oxirida yig'ib akilib muvaffaqiyat qozonishni keltirib chiqardi. Shunday. Nemishqa bu so'zni deyman degan vaqtda bayatın aytgan do'st bo'layli degan naqshining ishidimi? Kelgin do'st bo'layli. Orzuyimizni birlikda amalga oshirayli deydigan bir misra bor. To'g'ri. Bu demak nima desek, hammaylar birlikda qo'lni qo'lga tutib, alga qarab ilgirlash jarayonida eng oxirgi muvaffaqiyatni qo'lga keltirayli degan gap bo'ldi. Shunday. Amaliyotda Akbarniki do'st bo'layli degan bu naqshiga rasmini desam, men boshdan tortib oxirigacha bir guvohchi desam bo'ladi. Shunday. Aslida to'g'ri. Ishkaylan bir choyxonada o'tiriblar, mo'ngdishiblar, gitarni bir tarafdan Akbar chaliblar, bir tarafdan melodiyasini, uningki tekstini yezib chiqarib o'tgan. Shunday. Bugungi naq maydonda birinchi bo'lib do'stlarning o'ziriga sungan bu naqshida ozroq o'xshamasliklar bor ekan. Bu o'xshamasliklar qaysi taraflarda bor? Bugungi naqshi birinchi naqshidan ham chiqib turdi. Bizning bugungi masalan Zarat musiqa atriti dedik, lekin sahnada faqat men va pianinoning oldida o'tirgan anadan sel turib chiqadigan Iskandar qatorli uchaylanlar bor. Masalan Dumbaq, bas gitar degandeklar yo'q. Nemishqa degan chaqda bu qitimliq san'atkechiligimizni biz elektron uslubda qilishni o'ylashdik. Chunki tenzifing qilishni o'ylashdik. Ham tenzifingda mushtaq tenzi yinsularni ishlatmasak, masalan naq maydonda jazugolarni, u bo'larni qo'ysak, buningga toza jiq ish ketib qoldi masalan-ku. Shuningdashqa ham bu rost demasak bo'lmaydi. Masalan biz bir maydon faoliyatni qilishimiz uchun hozir biz kompyuterlar, programmalarning hammasini ishlab olib, lekin pianinoni naq maydonda ishlab o'tamiz. Qolgan narsalarning hammasini programmada ishlab olib, ovozmi naq maydon. Do'st bo'laylikmi ham shu. Bu mu hozirgi eng yangi bo'lgan yoshlarimizniki anglablam medirlik skillgan ritmchallikka kuchli bo'lgan elektron uslubda ishlatgan. Shunlashqa buningdan keyingi boshqa naqshlardimi mushu bir plastikdagi hamma naqshlarni asosliq mushu uslubda ishlatdik. Hamda yangi zamonga agishib, yangi yoshlarimizniki mushu ko'ngildagi bir yerdan chiqayli deb izdinib hamda. To'g'ri, yana bir yangilik yaratib o'zimizga raqobat e'lon qilib shunday. Bu xil uslublarni qo'llandik, shunday-ku. Undaqda endi ikkinchi bo'lib do'stlarga sundigan Raziman nomli naqshingizni ozroq o'zgartirish kirgizga o'xshamas. Shunday. Hamda Raziman degan naqshini hamda mencha yoshlarimiz, ba'zi bir o'rta yoshdagi mushtaq cho'nglarimizmi angladi deb o'ylayman. Chunki to'y kunlardami qo'ydi. Raziman sevgimizga. Mush naqshi shu-da. Buni hamda odatda qiz yigitlar tans o'ynagan chaqlardalari tanslarda bo'ldi. Hamda bu qitim biz buni yana o'zgartib tango dansı o'ynag'ili bo'lgan qildik. Hamda har til bo'yicha etsaq hamda tango dansı deymiz, lekin bu hamda bir reggaeton uslubda. Buningda ba'zi bir tenz uslublar bor. Unda bo'lsa shuni bir usulchi singilchaqlarimiz bilan bir o'rinlab bergan bo'lsam. Wow, bo'ladi o'qina undaqda hammaylar, yana o'xshashda Akbar Ahmadning shundaqlar TD Dance usul atartini sahnimizga taklif qilamiz. Meni marhamat. Geldi bana az dostlarımız mihman buluşup Sevgimizge baxtleşip Kuvah buluşup Peyda buldu yürekteki Sualga cevap Senin layıktanlığınımga Razı ben razı Razı ben sevgimizge Razım ben bergenlerge Razım ben ötken günlerge Razım ben bu takdirge
da kuyay bulbul bulup yığındı sayrap şihinga qonay kerek bolsa gar bu jandın kechayman kechay seni layık tanlığınımga razıman razı razıman razıman söygümüzge razıman razıman bergenlerge razıman razıman ötken günlerge razıman razıman bu takdirge razıman söygümüzge razıman razıman bergenlerge razıman razıman ötken günlerge razıman razıman bu takdirge razıman razıman söygümüzge razıman razıman bergenlerge razıman razıman ötken günlerge razıman razıman bu takdirge hemmiye razıman oh razıman Rahmat. Akbarga ko'p rahmat. Akbar, ozroq suv ichib oling, ha. Chunki naqshchilarimiz, shundaqla muzikantlarimiz va bizningki barliq shu naq maydonda o'rindalayotgan muzikalar va naqshlar bo'lsin, hammasi naq maydonda o'rindalayotganligi uchun ozroq naqshchilarimizdan shundaqla bizning muzikantlarimizdan va usul artistlarimizningki energiyasini tejashga tirishchanlik ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bugungi eng chong vazifam shu. Undaqda Akbar, men hozir Raziman nomli bu o'zgartirilgan nusxadagi naqshini anglagandan keyin siz naqrat qismidan boshqa bo'lib qaytarma qismidan boshqa bo'laklardagi har bir misradagi aytilish uslubingiz jihatda bo'libmi so'zlarni ilish jihatda bo'g'imlarni ayirish jihatda burunqiga o'xshamaydigan uslubni ishlatasiz. Shunday qilib qoldi. Nima yomon ma'noda turasiz. Siz bilib qolsiz doim. Chunki meningcha Mushu o'ttir yoshlik pintozlarning ichida men Akbarningki eng oldida sanaladigan o'ttir yoshlik pintozlar chunki har bir chiqargan naqshlarini shunchalik darajada yaxshi anglayman. Uning ustiga aytilayotgan naqshlarda ifodalanayotgan shu mazmunlar va shu misralardagi har bir bo'g'imlarning deyilmoqchi bo'lgan ma'nolarni shunday yaxshi ko'raman. Bu qandaqdir bak murakkab tilda ifodalangan sevgi va muhabbat emas. Qandaqdir bir intayin oddiy so'zda tomtoqli ifodalangan bir muhabbat yoki bo'lmasa bir sevgi emas. Bu qandaqdir hammalarga intayin yoqadigan til. Hammalarga shunchalik umumlashgan bir tillar orqali bizning turmushimizda ifodalayotgan chin hikoyalarni so'zlab berayotgan bir uslub bo'lganligi uchun menimcha ekran oldidagi do'stlarimizga ham shundaqla shaxsan menga intayin yoqdi deb o'ylayman. Amaliyotda roziman degan bu naqsha shundaqla har qaysi tor batlarda va taratqularda tarqatilgandan keyin nurg'unlagan olqishlarga erishdi. Shuni undaq diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, Akbarning har bir naqshlari tarqatilishi bilan undaq yaxshi olqishlarga erishadi ekan. Ham yaxshi baholarga erishadi ekan. Masalan, men sanab beray. Jurayli biz ne aytmayli qo'yaylik, chunki vaqtida men Akbar bilan toz tanishmaydim. Jurayli bizdan keyin tarqatilgan roziman deymiz. Men eng yaxshi ko'radigan Qo'zam deymiz. Qo'zam. Uningdan boshqa do'st bo'layli deymiz. Uningdan keyin yana tarqatilgan bir turkum naqshlar bor. Bu naqshlarning har birisi shunchalik darajada masalan bara-bara. Uslub jihatda o'xshamaydi, aytilish jihatda o'xshamaydi, ammo qabul qilinish darajasi bara-bara yuqori ko'tarilgan. Shunga siz har bir naqshlarni ijod qilgan vaqtingizda siz qaysi taraflarga bakrak diqqat qilasiz? Boshqalar ason ishni qabul qilsa, isi tutib olsa, keyinlikka men aytgan chaqda men bilan billa ayta olsa, tekstlari bak murakkab bo'lib ketmasa,
Uyg'urcha o'qiganlarmi, davlat tilida o'qiganlarmi, hamma tilda o'qiganlar tushunalsa, bovaymi tushunalsa, dehqonmi tushunalsa, olimlarmi tushunalsa degan maqsad. Demak, ixcham, samimiy, Shundoq. chin bo'lsa deganni tutqu qilib turib ijodiyat elib borsiz. Shundoqmi? Mushu hozirgi kelguchi bo'lgan arliqlarda sizdan eng rozi bo'lgan asringiz qaysi? Eng rozi bo'lgan asrimni yüreğli biz demey desem set durduk ya o'ylab baksam. Bulda yüreğli biz. Şu nakşı bilen şu meni biladiganlar bilmekçi bo'lganlar. Ey bu qaysi nakşı deysiz? Yüreğli biz ne aytgan degan ki deydi. To'g'ri. To'nglashqandim. Eng shu birinchi asrim hamda menga nisbatan shundoq. Demak, iqtisodiy qimmatni ilib kelgan, o'zingizning qimmatingizni sakindagi qimmatingizni yuqori ko'targan naqsha hisobda yüreğli biz bo'ldi. Shundoq. Savol, yüreğli biz degan bu naqshini ijodiyat qilish jarayoningizga ijodiyat ilhomi nereden kelgan? İcadiyat Bir qiz bilan yurib, qattiq qizg'in muhabbatlashayotgandir yozganmi yoki? Yo'q. Bu naqshini men shu tunji qarar Ipak yo'li qatnashib, uningdan bir tavtay bo'lib ketib qilib, Şununla men bu naqshi hayatımni bundan tugashtirib etsem bo'lmaydi. Men cho'qim o'zimga kuchli bir asardan birini qoldirib qo'yishim kerak. Men cho'qim bir naqshidan birini yozaman deb. Men burun o'qituvchi bo'lgandan keyin ham ancha-muncha qalam jatdim, bakmo nachar emas ekanman-da. Shuningla o'tirib, qo'limga qalamni ilib, shu bilmayman ish qilib shu yüreğli biz degan temadli bir naqshdan bir tekstlarni yozib qoldim. Shu eng boshda yozganim shu aramizda qiydash bo'lsin mayli, ayrilishlar bo'lmasin. Bu naqshning eng asosli turtkilik rolini o'ynagan shu mening opam bilan dadam-da bu yerda. Eng turtkilik nimishqa deganda bular men bu naqshni 2015 yozgan bo'lsam, shu 25-6 yosh vaqtlarimda yozibdim hamda. O chaqlarda meningki hamda bir muhabbatga nisbatan asli mandarak kende uçak alkin hazır oysam uçakta oyduğunum hata ki. Açtama? Ya manakş doğru lekin aşçakta üzerine eskıgan elik muhabbet ası manda buldu kende degen uçaktam kiçikken men tuqda. Adam şu çoğun bolgan sire şu çıkışlarını bilip şu ata-anam hem de qanda degende bula şun mesela amma öyle cidal majra boludu. Bu ikisi qarsam ba'zida cidal majra bo'lib qoldi, ba'zida shu miyaqda hozir urushib, gap talashib qolgan bo'lsa, men ayrib degan o'zim bilan o'zim herib bo'ldi, karim yo'q deb taloq chiqib qaytib kelsam bir-birisining qo'yinda o'tirdi-da. Muhabbatlichi. Muhabbatlichi. Ben bular hamda qaydashlar bo'ladi lekin faqat ayrilib boqmadi hech ikisi. Faqatlam. Hamda biraz xatolik o'tkazib raskipini qiladi, kechirib o'tadi degandek mushu ikkisininki mushu oldi qarab, men mushunda bir turmush kechirsam bo'ladi, mushunda bir qiz bola bilan mushunda o'ssam bo'ladi degan orzu umidlar bilan yozganda hamda bu naqshini. Bu bir shuar hamda hisobda. Xuyi. To'g'ri. Ammo siz yoshning cho'ng'ishiga ergashib, buningmi to'g'ri to'g'ri muhabbat emasligini his qilasiz. Yo'q, nima sabab bo'ldi bu yerda? Bu mundaq. Nimishqa degan chaqda hamda biz hozirgi yoshlar masalan shiklaymiz to'y qilmadik-ku. Siz biza deyib qolman. Shunlashqa qadrli ko'rmanlar. Biz hozirgi yoshlar hargiz burunqi mesela ata-onamizning davridagi muhabbatlashish yoki ularning davridagi ba'zi bir usullarni biz o'zimizga tengib mangsak bu xato bo'lib qoldi. Chunki rast davr almashibdi-chu. Muhabbat ko'z qarashi, dunyo ko'z qarashi, go'zallik ko'z qarashi, turmush qo'ygan ko'z qarashimizning hammasi o'zgaribdi. Shuning uchun bizningmi o'zimizga chuchluq turmush odatimiz, turmush yo'linishimiz bo'lishi kerak ekan. Shunlashqa men buni hamda ularning ustidagi ayrılmaydigan, bir-birisiga vafosizlik qilmaydigan taraflarini cho'qim izchil apminishimiz kerak. Lekin bizning cho'qim o'zimizga kuchli bir yo'limiz bo'lishi kerak. Shuni o'ylab qoldim. Rahmat Akbarning shu organ talaffuzda aniq va aniq emas holatda o'zgartmoqchi bo'lgan mana shu muhabbat hikoyasini to'g'ri qiynalib turib tushuntirib berganiga ko'p rahmat. To'g'ri tushunmay qolgan bo'lsam-mu, undaqda yana bir savol so'ray. Yüreğli biz degan bu naqshini undaqda siz dastlabda ota-onangizning shu mazgildagi ikkisi o'tirsidagi mehr muhabbat va rishtasiga qarab turib yozgan ekansiz. Undaqda bugungi kunlikka kelib siz yeshingizning olqishiga agishib, bugungi kunlikda agar Yüreğli biz degan bu naqshini qaytadan yozib chiq degan bo'lsa, siz qaysi misrasini o'zgartirdingiz?
Men buningki pek to'g'ri so'ldingizmish so'ldi. Men rost o'zgartirgan bir yer bor buningki. Men u chaqda yurayli biz to'y qilgicha, o'tayli biz mukchaygicha degan. Endi men hozir o'zgartirib qolsa men yurayli biz mukchaygicha. O'tayli biz ayrılgıca. O'tayli biz degandek. Shunlashqa yurish deganda faqat to'y qilgichlam yurish to'g'ri, cho'qim to'y qilish yurish kerak. Uningdan keyin yurish kerak ekan. To'y qilib bo'lgandan keyinmi yana muhabbatlashish kerak ekan aslida-ku. To'g'ri. Demak, yurish kerak. Hisobda Akbarning endi demoqchi bo'lgan bag'an sari oydinlashyapti. Ya'ni bir-birini yaxshi ko'rishganlar cho'qim bir-birisiga har vaqt chingshangan. To'g'ri, ya'ni to'g'ri. yangi bir muhitni ato qilganga o'xshash muhabbatlashib turish kerak. Qanaqdir to'y qilib bo'lgan ekan, to'yimizni qilib bo'ldik, turmush degan shundoq bo'ladi. Endi hepten holatda mushtaqli o'tsak bo'ladi. Men kunda ishdan tushib kelsam, uyda tomoq tayyor bo'lsa, u o'ynab, nima tomoqni yeb bo'lgandan keyin undan televizor ko'rib, shu turmushimizni shu tariqada ilib berish emas, balki har kuni degidek o'xshash bo'lmagan holatki muhabbatlarni bir-birimizga izhor qilib tursak, bir-birimizga yangiliklarni berib tursak, bir-birimizga chingshilarni berib tursak, bu menimcha turmushda bo'lishga tegishli bir taraf bo'lishi mumkin. Demak, to'g'ri. Of, ajab tasdiqladi. Xo'sh, undaqda Akbarninki shundoq fayzi bir naqshlari bor bo'lib, men bek yaxshi ko'radigan shu o'zim o'g'irliqcha nusxasini o'g'irlab o'tirib bu yerlarda to'y to'kinlarda aytib oldigan yerlarim bor. Ya'ni bara degan naqsi menimcha ekran oldidagi do'stlarimiz intayin yaxshi ko'rdim. Undaqda bara degan bu uslub dastlabki uslubi qandaq deb bugun o'rinlamoqchi bo'lgan uslub qandaq? Bara-barani dastlabki uslubda tango? Yo'q, tango emas, u Foxtrot demdoq. Tempo. Buni sizlar cho'g'lab bilgansiz. Tez dansa ham desab, ashtatdi. Endi biz nima ish tez dansa u bu traktorda deb ishlatamiz deganda, chunki bizning atrofimizda shu ishlatadi, bag'an yerimizda shu o'ynaydi, biz bek ningashan u bo'lgan ekan. Ashtaq bir tez Ludondagi naqshdi. Endi bugun bu naqshiningki aslida mening eng boshda gitarni tutib yozgan holatimda bir gitar, bir pianino bilan bizniki shu Zarat musiqa atrtimizniki gitarchisi, bas gitarchisi ko'p iqtidorliq ham naqshini yaxshi aytadigan Iskandar apandim bilan davomli yana Ikrom apandimni bir sahnaga taklif etgan bo'lsak hozir. Xo'sh, taklif etgan bo'lsak, ikkalan bir bir musiqalarni bir takkash qilib bersa, mana shu bara degan naqshni takkash qildi. Xo'sh, albatta yana boshqa sohalarda ham olg'a qarab ilgirlab ketib qolgan yoshlarimiz. Endi bu boshqa soha deganimiz musiqa chalishdan boshqa yana naqsha aytish jihatimi olg'a qarab ilgirlab ketib qolgan yosh avangardlarimiz bo'lib hisoblanadi. Undaqda sizlarning shu Zarat musiqa atrati hozirgacha qurilgani nechilik vaqt bo'ldi Akbar? 2019dan boshlab rasmiy qurildi. Hisobda 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'ldi. 2 yil jarayonida sizlar necha maydon o'yin qo'yib oldinglar? 2 yil jarayonida biz 40 maydon o'yin qo'yib oldik. 40 maydon o'yin qo'yib oldik. Oyo. Xo'sh, bizning Iskandarni hozir saqlab turadi. Iskandar. Bizniki Zarat musiqa atrtimizdagi bu a'zolarimiz bo'lsa, gapni jiqilmaydigan, menga o'xshash. Voy, amaliy ishni jiqiladigan savodashlarimiz hisobda. Xo'sh, albatta ishkaylarga ko'pdan ko'p rahmat, chunki bu ishkaylarmi bugungi shu naqsh kechiligi uchun intayin ko'p jafolarni topdi. Shundaqmi? Shundaqda tövəndə biz o'xshash bo'lmagan uslubdagi, o'xshash bo'lmagan anglash tuyg'usiga ega bo'lgan bara nomli naqshidan birlikda huzurlanaylik. Marhamat Akbar.
Yanfonumda uçurum bara bara küpeydi Keçideki uykumu bara bara yok idi Omak kılıkların bara bara köydürdü Bara 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 Aydın'da biz uçraştık Bara 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 Kolga kolunu tutuştuk Bara 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 Vedilerini biriştik Bara 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 Bir niyetke kiliştik Bara bara yanımda Bara bara dilimda Sen benim bara bara yanımda Bara bara dilimda İskender Yanfonumda uçurum Bara bara küpeydi Keçideki uykumu Bara bara yok idi Omak kılıkların Bara bara köydürdü Bara 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 Aydın'da biz uçraştık Bara 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 Kolga kolunu tutuştuk Bara 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 Vedilerini biriştik Bara 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 Bir niyetke geliştik Bara bara yanımda Bara bara dilimda Sen benim bara bara yanımda Bara bara dilimda Bara bara yanımda Bara bara dilimda Sen benim bara bara yanımda Bara 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 dilimda Köp rahmat. Zayrat musiqa atirdiga köpten köp rahmat. Muşu sahnada turibla mushkaylarni bir Rasm tatib qo'yamdi. bir tanishtirib o'tgan bo'lsak, bu yoq bo'lsa bizningki yosh talantli kompozitor, o'zlashtiruvchi, mushtaq musiqa kasbida yaxshi natijalar bilan bitirgan. Bugungi mushu naqshkechiligimizningki shu elektron uslubdagi shu musiqalarni İkram efendim o'zi bir qo'lliq akkordlashtirib ishlagan bir olqishlarimizni bergan bo'lsak, Ikram efendim. Rahmat Ikram, rahmat, ko'p rahmat. Bu yoq bo'lsa bizningki shu Zayrat musiqa atirtimizningki asosliq a'zosi hamda mushu yildan oldingi Ipak Gul sadosiga chiqib yaxshi natijalarni erishdi. Ham naqshini yaxshi aytadi, gitarchi, bas gitarchi degandek. Mushu bugungi mushu faoliyatimizning Muşu asaslık, muşu mikrofon, avaz, muşu sim, muşu yingşangdan tatip bütün muşu işlagıcı, muşu İskender özü bir kol tıkıp, orullaştırıp. Bunun da emas, barlık muşu Zayrat'ın bütün oyunlarda İskender Zayrat'a nispeten boğan töküpsi az emas, bunaq köp. Çoğun aşkın mişədə mən özüm şəxsən, özümün namıdan İskender'e köpdən köp
Rahmat, japa chekdim, japa çektim. Xo'sh, alqishlarimiz bilan ishkaylarni bir oromga taklif etib olgan bo'lsak, rahmat. Rahmat. Mush Iskandarning ozroq deydigan gapi va'da qilgandi. Rahmat deb sakitda tushiradi. Iskandar, bu da oddiy odam degan qism. O'zimi bir xil. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat Iskandar, ko'p rahmat. Qani Akbar. Hozir bizniki bevosita taqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsa 478-480 ga yaqinlashib qoldi. Albatta, hozir shu pingdon qilayotgan do'stlarimizmi intayin ko'pkan masalani Akbarda Sivey Xinqianwei deb biz qo'yibdi. Munira Miya degan do'stimiz. Undan boshqa yana bir do'stimiz to'xtamay yuraklarni avatayotdi. Undan boshqa yana bizniki 最爱的吉他版 bayatınqı bara degan naqshingizdagi shu gitar uslubida o'rindalgan nusxasini bek yaxshi ko'rdim deydi. Undan boshqa yana bizniki nurg'unlagan do'stlarimiz so'z qoldiryapti-da. Masalan, uyu Tamkin Shouji ji chao kai de juchen xawshaydi. Voy. O'zim maqsad. Masal yog'in chiqib qoldi. Undan boshqa endi Asimgul degan do'stimiz bo'lsa, yurayli biz degan naqsi bilan tonilgan bu inimiz deydi. Ondan keyin 可乐不加冰不能喝的这个朋友呢，他说 Back 帅直播 Akbar 歌手 Akbar 男神好帅呀 degan do'stlarimiz bor ekan. Ondan keyin 最喜欢的 Sorma 这首 MV 很时尚deydi. Mush to'g'riliq bir. Bugun yuzmagan ishlarni. Bu Sorma degan to'g'risidan yaxshi to'xtalmaslikni bek cho'nqur tashabbus qilaman. Chunki nimishqa degan vaqtimizda endi bizniki hozir tarqatilayotgan bevosita tarqatishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz borgan sari ko'payib beryapti. Albatta biz yana shuni tashabbus qilamizki, bizniki bugungiga o'xshash anglashga va ko'rishga intayin arziydigan mana shunday bir bevosita tarqatishimizni menimcha atrofimizga bo'libmi shu bevosita tarqatishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz qo'linglarni ozroq midirlatib qo'yib atrofinglardagi do'stlaringlarga, poyovchanlaringlarga tashviq qilib qo'ygan bo'lsanglar, ham bakrlab qo'ygan bo'lsanglar, biz shuni sizlardan kutumizki, biz o'zimizning butun kuchimiz bilan bugungi mana shu kechilikni o'ngishga ilib berishga va sizlarga anglashga arzigidek ko'rishga arzigidek bir kechilikni sunishga tirishchanlik ko'rsatamiz. Shunday tirishchanlik ko'rsatib kelyapmiz. Talab yurayli bizni anglagan bo'lsak deb aldirmay turinglar, bu talponlarni birdamlikka o'rindaymiz. Shunday. Undaqda Akbar endi tuvanda ilib kelmoqchi bo'lgan naqshingizning ismi nima? Bu naqshaning ismi Yurak. Yurak degan bu naqsha sizning yangi naqshingiz. Shunday, yangi naqsha. Bugun shu naq maydonda bevosita tarqatishimiz orqali butun do'stlarimizga tarqaldi, shundaqmi? Shundaqla yana boshqa shu suhbatlar orqalimi yana do'stlarning huzuriga suniladi. Shunday. Bugun tugagandan keyin yana bir 2 kun o'tgandan keyin butun barliq salonlarda, butun ishtaq muzika qutularida taqtildi. Shunday. Undaqda biz oldi bilan anglash fursatiga ega bo'ldik ekan. Yurak degan bu naqshining temisini shundaqli ko'rgandan keyin men Akbarning bu naqsimi bir muhabbat naqsimikin deb o'ylab qoldim. Chunki Akbarningki chiqargan naqshlari yurayli biz roziman degan naqshlari, qo'zam degan bu naqshlari bo'lsa, bara degan naqshlar bo'lsa, hammasi aktiv kuchni targ'ib qiladigan. Aktiv so'yguni shundaqla bo'lib shu Sorma degan men chiqqan o'sha eski MV'dan boshqa qolgan naqshlarning hammasi aktivlikka qarab yuzlangan bir sevgi va muhabbatni ifodalaydigan shunday bir mazmunlarni ifodalaydigan naqshlar ekan. Undaqda yurak degan bu naqshingizmi? Yana shumi? Yana shu xil mazmun. Yurak degan naqsha muhabbat bor, lekin qiziqganlarning o'rtasidagi muhabbat bilan ancha munosabati yo'q. Bu naqshini men shu yurak kasallar bo'limida o'zimning yaqinimning yo'qlab bo'lgan chaqda shu bo'limda o'tirib yozgan naqsha yurak degan. Yurak kasalliklar bo'limiga kirgandan keyin sizga nima ta'sir qildi? Bunchalik darajada shu bo'limda o'tirib shunday bir naqsh chiqarishingiz? Chunki yurak degan odamning bir eng muhim bir a'zosi-ku endi. Ham muhimdan muhim bir a'zosi-ku. To'g'ri. Ba'zilarda bir o'pkalarimizdan birisini ilib bo'ladi ekan. Böreklerimizden birini ilib etkili bo'ldi. Yurakni faqat ilib etkili bo'lmaydi. Yurakni ilib etib zapas sun'iy yuraklar. O'choq tug'ilmaganda biz. To'g'ri. Shunlashqa shu bo'limda o'tirib men his qildim. Bu odamning yuragining so'qishi ajoyib bo'ladi ekan.
Mesela normal adamlar bolsa, hiç qandaq bir g'imi yo'q, hiç qandaq bir o'ylaydigan ishlari yo'q. Shunda 9 tal adamlarning yurak so'qishi bo'lsa, balki hamda tuz işte so'qishi mumkin hamda. O'xshash ritmda. Lekin hozirgidek mushundaq jamiyatimizdagi yoshlarimizning va yoki bo'lmasa hammamizningki mushundaq turmush har jihatiga besimlarimizning bo'lishiga ergishib, ba'zi bir shu bemorlarimizningki yurak so'qishi xuddi bir ba'zi bir tog', ba'zi bir o'ylar sizlib ketirganligini mumkin. Shu faqat ritmsizda u qancha işte qalayimqan so'qqan siri odamningki hayotining oxirishiga balkim yiqilishib qolgan bo'lishi mumkin kamda. Lekin biz o'zimiz boshqarammaydi ekanmiz. U o'zimizning narsasi biz boshqarammaydi ekanmiz. Aşağıda o'tirib, aşındaq bir normal bir yurakka intilayotganlarning nurg'un ishkanligini ko'rib, o'zim azroq bir ilhom kelib bir yurakda bir naqshdan birini yezib qo'ygandim. Bu hisobda sog'lomlikqa qarta, o'zimizni suyishimizga qarta aytilgan bir naqsh. O'zimizni suyishimizga qarta, sog'lomlikqa qarta hamda bir-birimizga mehr muhabbat berishimizning muhimligini, masalan bizning Chingzhouda so'abit bo'ldi. Nurg'un cho'lponlarimiz, nurg'un puldor boylarimiz iyoni to'pladi. Biz ham o'zimizning ozgina bir ko'nglimizni qildik. Shuning o'xshash bu dunyo yana illiq bir yurakka muhtoj ekan. Shunglashqa yurak degan temirgan naqshni yezib chiqdim-da. Bo'ladi, xo'sh, undaqda Akbarning bu yangi naqshi zodi bizga qanday bir estetik anglash tuyg'ularini ilib kelgan birlikda anglab boqaylik. Marhamat. Undaqda bu naqshingizga yurak degan bu naqshingizga yana bizning TD Dance usul atartimi? Numar bor, shunda qo'ying. Undaqda Akbar Ahmad bilan TD Dance usul atartini taklif qilamiz. Marhamat. Yürek ritimsiz soğumakta, xuddi ritimsiz turmushdek odam boshqarolmaydigan yürek bo'lsin-mu özünün illik yürek bana gerek illik yürek
Rahmat. Rahmat, Rahmat. ko'p rahmat. Allohga ko'p rahmat. Undaqda Akbar, shu yurak degan naqshingizni anglagandan keyin bu naqsha amaliyotda mening o'ylaganimdek, masalan, xalqaro uslublardami shunday bo'lishi mumkin. Masalan, Earth Song deymiz. We are the world degan naqshalarda bo'lsa, intayin ko'pchilikni tang bilan birlikda hammalar tang xuy qiladigan mundaq uslubdagi naqsha emas. Bu balki bir shaxsningki o'rinda turib bir shaxsning ovozi bilanla nurg'unlagan odamlarga mehr muhabbatni yetkazib oladigan bunday bir uslub bo'lib hisoblanadi ekan. Shunday. Endi bu naqshini ijodiyat qilish ilhomi sizdan doktorxonaga berib do'stingizni yo'qlash jarayonida kelgan bo'lsa, endi mana shu muzikaning uslubini bekitgan vaqtingizda siz nimani o'ylashib turib bu xil uslubni o'rlashtirdingiz? Chunki bu birinchidan bu ritm naq shu bu muzikaning bu surati 120. Intayin jiddiy so'qayotgan bir yurak. Endi bu yuraklarning hammasi ya bek asti so'qidi ekan, ya bek ishlik so'qidi ekanda. Endi buningda hamda eng shu yuqorqi bo'limida hamda qaytarimizda illiq yurak sen menga kerak. Bo'ldi, mushunchilikli gap bu hamda hamma narsani ifodaladi deb o'ylayman. Buning yana bir mo'ji gaplarni yozishning maqsadida ajiti yo'q deb o'yladim. Shunlashgan shu jazbidor bir holatda intayin shu illiq bir yurakning menga kerak ekanligini asta emas, balki shundoq bir pozitsiyarimni intayin iniq qilib turib hammalarga qayta degandek bir shundoq bir ma'no. Bo'ladi. Demak, bu naqshim intayin utuqliq chiqqan bir naqsha deb o'yladim. Tarqitilgandan keyin balkim sahnadagi maholati bir xil anglash tuyg'usi bergan bo'lsa, anglagandan keyingi bu nusxasimi balkim yana boshqacha anglash tuyg'usi berishi mumkin. Anglash jarayonida masalan shu naqshingizning haqiqiy nusxasi tarqitilgandan keyin anglash jarayonida do'stlarga tavsiya qilgan taraflaringiz bormi? Masalan, qanday holatda anglasa bo'ladi? Mashinada yoki quloqqa arjina tiqilib turib qaysi xil anglash? Bu naqshini endi cho'qim bir anglash usuli tavsiya qilmayman. Shu o'zining qanday sharoit bo'lsa shundoq anglish bo'ldi ham. Faqat boshdan oxir to'liq anglab aslan bo'ldi. Rahmat. Amaliyotda bir naqsh uchun elib aytgan vaqtida uningga qandaqdir bir cho'ng bir mol dunyoni berish emas. Sizning mana naqshingizni bek yaxshi ko'rdim. Mana naqshi bek yaxshi chiqibdi juma. Falan yerdagi mundaq yeringiz bek yaxshi chiqibdi degan gapning o'zida olamchimiz bir xushallaq. Shundoq. Allohga akbar. Endi do'stlarning huzuriga sunmoqchi bo'lgan naqshingiz qaysi? Endi do'stlarning huzuriga shu muzika atirtimiz bilan oddiy odam degan naqshni bir taqdim etaymikin deb o'yladim. Oddiy odam. Bu naqshining MV'sini ko'rgan do'stlarimiz bor, menimcha intayin hayajonlanib, shunchalik bir xil suyunib turib, hatto o'zining atrofidagi o'zini suyayotgan va o'ziga ishonch bog'layotgan shu kishilarga nisbatan boshqacha bir xil, ya'ni mehrli qaraydigan bir naqshi bo'lib hisoblanadi. Shundoq. Buningda alohida bir til deydigan yoki ta'kidlaydigan taraflar bormi bu naqshingizda? Bu naqshini o'sha bir aytayotgandan keyin anandan keyin bir dey. Bo'ldi, yo'q. Yana vaqtda Akbar Zarat muzika atartik. Ya'ni hammalarning huzurida oddiy odam nomli naqsh bo'lsin. Marhamat. Bizning pianinoni ichib bergan bo'lsanglar rahmat. Hey degan. Bo'lmasın o eşemetler Köngli hatırcemken Addi dostlar
oddiy sovg'at, oddiy va'dalar bo'lmasin o hashamatlar izdiganda voqea hamma odam arzulaydi ekan boy yashab hashamat turmushni en boy yashab şu oddiy odamkan oddiy odam oddiy odamlar oddiy odam oddiy odamlar oddiy to'ylar, oddiy hamroh, oddiy suyishlar bo'lmasin oltin yandu suyishleri rostga oddiy yurigan, oddiy kuygan, oddiy kuyungan bo'lmasin oltin yandu muhabbeti rostga hamma odam arzulaydi ekan go'zallanib kelishgan qomatni en go'zallar shu oddiy odamkan oddiy odam oddiy odamlar oddiy odam oddiy odamlar la 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 oddiy naqsha, oddiy yozma, oddiy akordlar bo'lmasin fasoyatlar ko'ngildan chiqqan so'zga yurakdan chiqqan so'zgan oddiy odamman Rahmat, rahmat. 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 Jabat attanlar, zarat guruhsi. Xo'sh. Akbar. Nimishqa eng oxirgi bir jumlangizni oddiy odamman degan so'z bilan oxirlashtirsiz? Chunki mening mushunda oddiy odam bo'lg'im bor. O'zingizni bek murakkab deb o'ylamsiz Amaliyotda bundaq oddiy bo'lish unda o'ng'ay emas ekan hozirgi bu jamiyatda. Biz o'zimizni men oddiy deb o'ylagan bilan lekin yana ba'zi bir sabablar tufaylidan yana bir murakkab qadamlarni besib qoladi ekanmiz. Shunglashqa oddiy odamman deganim eng oxirsida o'zim ta'kidliginim har vaqt shunda oddiy tur. Har vaqt shunda oddiy bir ishlarni o'ylab, oddiy bir qadamlarni besib, oddiy qadamlar bilan oddiy bo'lmagan ishlarni qil degan bir maqsadda o'zimga bir eskartib o'tdim. Amaliyotda oddiylikning o'zi, ixchamlikning o'zi javhar deydi. Shundoq. Chunki oddiylikqa hammalar intilamiz. Xuddi boyatin Akbar deganga o'xshash. O'zimizning kasbimizda yoki o'rganishimizda bo'lsin, shundoq bir oddiy odam bo'lay deymiz-yu. Ammo shuning uchun tirishib ketib berib, to'xtab tura,
deb tuyuqsizla oddiy bo'lmay qolgan bir Shundoq. ahvolda bo'lib qoldi. Ammo har biraylarninki mushundaq bir oddiylikqa, shundaqla oddiylikning ichidan javharlarga erishadigan mana mushundaq bir yurakning borligiga amalan cho'nqur ishlaymiz. Shundoq. Xo'sh, undaqda Akbarninki oddiy odam degan bu naqsini anglayotgan mana mushundaq do'stlarimiz bo'lsa, masalan, Kötsi, 让人感动 barliq natija utuqlar oddiylikdan boshlandi. 每一次听这一首歌特别激动，跟歌bunda bo'ldi, 太好听了同感。Men dal mushtaq oddiy deb Shafqat Mirzat degan do'stimiz shundaq debdi. Demak, bugungi mana shu bevosita aqishimizni ko'rayotgan do'stlarimizdan hammasi degidek shundaqla bugun naq vaqtida bizniki bevosita aqishimizni ko'ramay qolgan shu bir turkum do'stlarimiz, ammo Akbarniki pintosi bo'lib mengayotgan shundaqla yana o'zining turmushida olg'a ilgirlab mengayotgan shu do'stlarimizdan hammasida shundaq bir biz odatda to'nqa kabi bola kabi bir oddiylikni saqlab mengayotgan shundaq bir yurakning borligiga ishonamiz. Shundaqla shundaq saqlab mengishinglarg'imi tilakdoshligimizni bildiramiz. Undaqda mana shundaq oddiy paranglar bilan, ixcham paranglar bilan, intan ixcham, ammo ixchamlikning ichidan javhar to'yinib turadigan mana shundaq sakna orqali siz andiki navbatda do'stlar sunmoqchi bo'lgan naqshingiz qaysi? Andiki navbatda mening Layli degan naqshni. Layli. Naqa. Layli degan naqshida Jurayli biz degan naqshingiz bilan o'xshaydigan bir yer bor. Ahang jihatga. Layli deydigan Alloh ayron. Jurayli biz degan yerda shu yerda qilib sozgan bir yer bor. Bu jihatga o'xshashliklar tuyuqsiz shundaq bo'lib qolganmi yoki bo'lmasa bu sizning naqsh aytish uslubingizga singib ketganmi? Bu singib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir tovushlarni, ba'zi bir so'zlarni bilib bilmay shundaq ilib ketman. Buningda nima uchun bu asli Layli, masalan, mayli degan gaplarni men sal layli deb tutgandim. Buningda nima ish qilganda sel bir o'g'il-boldek chiqdi ekan-ku. To'g'ri. Bir qism do'stlarimiz balkim bu layli desa o'rtaq talaffuzga tushmay qilishi mumkin deb o'ylaydi. Ammo meningcha bu vaqtida bu mushundaq so'zib bir qo'yitishning o'zi bu turmushdagi nurg'un narsalarga nisbatan elbet vaqtida bir qanaqdaymiz bir keskinlikni ifodalaydigan. Shundoq. Bo'ptilar deyotadigan bir xil shaylikni ifodalaydigan, kelishganlikni ifodalaydigan bir taraf deb o'ylayman. Bu endi odamning mijoziga singib ketgan. Masalan, gap qilish uslublarimiz va tovushlarni elish uslublarimizmi o'zimizning mijozimizga singan asosda shundoq bir xil ahang va intonatsiyalarda chiqadi. Shundaqda Layli degan bu naqshini do'stlarimiz intayin yaxshi ko'rdim. Bugungi Layli degan naqshingizni naq maydonda o'rlagan vaqtingizda uslub jihatida o'zgarishlar bormi? Buningdan bor. Layli degandan bor. Masalan, bunimi biz buni yana shu reggaeton uslubda qildik hamda o'zgartishlarni kirgizib, chunki naqsha o'zimniki hamda bunaqa o'zgartib har xil uslub qilib hamda uningga har xil chapallarni kiygizib, har xil qatlamdagi har xil uslubni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz anglasa, texmi yaxshi bo'ladi deb uning shu reggaeton uslubda ritmliq boshqalarniki masalan bizning shu Shinjongdagi shu do'stlarimizningki bakara qabul qila oladigan uslublarda shildoq qag'inni seltirib naq maydonni bir anglab his qilsangiz bo'ldi. Qanaqda Akbar, Xo'sh. Marhamat. Yaşıyorsan mı mendin sırrını, gözlerinden sezer ben senin oylığınını. Kaçıyorsan mı mendin özünü, gözlerinden sezer ben senin oylığınını. Hıyalımdan uçurma, hayatımdan küçürme, ömür sen bilen uçsam eyle. Hayatımdan küçürme, ömür sen bilen uçsam eyle. Layli, layli, layli,
mı mendin özünü Gözlerinden sezermen senin Baylığını Hıyalımdan uçurma Hayatımdan göçürme Ömür sen bilen ötsem eyle Hıyalımdan uçurma Hayatımdan göçürme Ömür sen bilen ötsem eyle Günlerim arman Yıllarım arman Seviniş hıyalımı algan Günlerim arman Yıllarım arman Seviniş hıyalımı algan Gözlerimden göçürme Hayatımdan uçurma Ömür sen bilen ötsem eyle Gözlerimden göçürme Hayatımdan uçurma Ömür sen bilen ötsem eyle Leyli 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 Yürek göğsün meyli Leyli 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 Sen için meyli Leyli 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 Yürek göğsün meyli Leyli 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 Sen için meyli Leyli 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 Yürek göğsün meyli Leyli 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 Sen için meyli Leyli 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 Yürek göğsün meyli Leyli 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 Sen için meyli Sen için köysem meyli Hey! Rahmat, rahmat. Rahmat. Ekberga köpten köp rahmat. Rahmat. TD Dance usullariga köpten köp rahmat. Shundaqla Ikramga köpten köp rahmat. Javob chekdinglar. Akbar savol. Bugungi mal usullarni kim o'rgatdi sizga? Qaysi usul o'ynamadim men. Sakindagi masalan boyatroq turgan qiyofat, o'tirgan qiyofat, undan keyin hozirgi o'sha oldi tarafda Oliya, yo'q Oliya emas, shu TD Dance usullardagi shu qiz bilan oxirlashtirilgan shu harakatlarni kim o'rgatdi? Buni men o'zimda sahnada turib o'zim lingishib baqdim va usul o'ynayman. Buni usul kirgizmas, buni usul kirgizsak bo'lmaydi. Chunki Akbarniki odatda sahnada naqsh etgan vaqtida masalan badanni ritmga silib turib, harakat qilib turib naqsh o'rindagi olatlarimizni ko'rgan, ammo bugungidek usulchilarimiz bilan moslashib turib, bundaq holatda bir ko'rish tuyg'usini hosil qilishingizni rostdan desam, mening shaxsan tunji qatim ko'rishim. Rahmat. Bu mening arzu qildig'inim hamda. Men bu mening bir vaqtlarni chiqarib usul o'rgangan bor. Masalan qaysi tarafda usullarni? Masalan Chin usuli. Chin usuli to'g'ri. Arg'imi, qamchi usuli usullarni bir o'rgansam. Masalan, shu zamonaviy uslublar. Shunaqa. Naqshimizga tushadigan uslublar, shundaqmi? Chunki bunday biz har bir qitim naqsh etgan vaqtimizda, bo'libmi plastinka bilan o'xshash holatdagi naqshni o'rindab olgan vaqtimizda, balkim bizniki ko'rmanlarimizga yoki anglarmanlarimizga, pintozlarimizga sal anglash jihatda org'inlikni yetkazib qo'yishimiz mumkin. Shundaq. Endi biz buningda uslub jihati o'zgartishlarni ilib olgandan keyin, masalan, shaxsan bugungi kunlikdagi, bugun ilib berayotgan mana shu tor naqshkechilikdagi bu xil uslublarni o'zgartish holatdagilar bo'lsa, menimcha pintozlarga nisbatan ilib aytgan vaqtida yoki naqshingizni yaxshi ko'rgan shu bir turkum kishilarga nisbatan ilib aytgan vaqtida yangicha bir anglash tuyg'usini akilib to'xtab tura, bir xil mevalarni bizga berdi ekan. Shunaqmi? Shunga menimcha ekran oldidagi bugun hozir nisbatan ilib aytgan vaqtida bugungi kechilikka men 6 yam pulni xajlab turib, ko'ginim haqiqatan arzigidek ish bo'pti degan bir ideyani singdira olgan bo'lsak, menimcha bugun qilgan mushu xizmatimizdan burundan tortib hozirgacha mushu bugungi to'r kechiligimizga tayyorlik qilgan mana mushu jafolarimizdan biz haqiqatan rozi bo'lgan bo'lamiz. Shunaqmi? Albatta yana bir qitim bizningki bevosita taqdishimizni ko'rayotgan barliq do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Texmi ko'p do'stlarimizningki bugungi mana shu bevosita taqdishimizni ko'rishi uchun atrofimizdagi do'stlarimizga va taniyuvchilarimizga ham bahrlab qo'yishinglarni chin dilimizdan umidimiz. Sizlarga bir qitim ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Bizning bugungi bevosita taqdishimizni
Akbarni qo'llab, ya'ni bugungi mana shu Xaljan organ tor betimizni qo'llab va Tora mediani qo'llab bugungi bevosita aqishimizni ko'rayotgan do'stlarimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undaqda hamda Akbarning bizga sovg'a qilmoqchi bo'lgan naqsh bo'lsa, yana bir yangi naqsh ekan. Bu naqshining ismini rost gap qilsaq qo'yib bo'lmagan naqsh ismini qo'yib bo'lmagandim. Bu naqshining ismini shu bizning Ikrom ma'lum. Shu musiqa qilish jarayonida hamda shu usulchilarga avatib, usulga tayyorlik qildiganga bir shoyan ketdi-da, uni aytib birimiz uchun aytib chiqqan chaqda naqshining ismi yezildi-da uningga. Meningki deb biz qo'yibdi hamda Ikrom ma'lum. Hamda hozircha ishda bo'lib tursin. Bo'ladi. Qanday bo'lsa. Qolganni hamda shu Xaljanda mushu naqshiga nisbatan ism qo'yib bersa mutaqa yaxshi-da. Men shuni o'ylayapman. Biz ana shu bevosita aqishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz hozirgi vaqtning o'zida biz Akbarning yangidan dunyoga kelmoqchi bo'lgan mana shu yangi naqshsiga biz anglab bo'lgandan keyin biz bir faoliyat qilaylik. Ya'ni naqshiga yangi ism qo'yish faoliyatini o'tkazaylik. Qani do'stlar, qaysi ism bekrak mos keldi? Hammaylar birlikda unda qo's oldi bilan naqshini bora anglab qo'yaylik. Qani Akbar, saknimizga marhamat. Marhamat. Şehirler seni sığınsa görünmez ademler hayalımda güzel menzire seni sığınsa içiler güller sen hayalımda yüreğimde her nefeste sen benimki armağanım, sen benimki gülzarım, sen benimki yetmek bulgan arzuyum, sen benimki xumarım, sen benimki hayatımda sebebim. Sığınsa döküler yaşlar hayalımda güzel manzire seni sığınsa içiler güller hayalımda bir yüreğimde nefeste sen benimki armağanım, sen benimki gülzarım, sen benimki yetmek bulgan arzuyum, sen benimki xumarım, sen benimki hayatımda sebebim, sen benimki armağanım, sen benimki yetmek bulgan arzuyum, sen benimki xumarım, benimki hayatımda sebebim. Rahmat Madina. Rahmat Medina, ko'p rahmat. Xo'sh, nimdiga yiqimliq naqsha meningcha hozir naq maydonimizda oldi keyni shu xizmatchilarimizni qo'shib bir 20 dak 30 daqiqadan boshida qo'yib. Shuning ishini menki bizning shu bevosita aqishimizni ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsin va naq maydonimizga shu do'stlarimiz bo'lsin. Naqshingizning mayli ohang jihati bo'lsin, mayli misrasi jihati bo'lsin. Shuni bir xil qilib
nafas olmay turib, anglab mushu naqshini tugitib o'tishga undaydigan bir naqsh ekan. Bek yaxshi bir ijodiyat ekan. Menimcha bu naqshingiz yana bir qitim qizg'in olqishga erishishi mumkin. Men dedim-ku, Akbar qanday bir naqsh taqasa, shu naqsha cho'qim olqishga erishadi ekan deb. Rahmat. Diningiz kelsin. Endi mana Tinkula deyotdi. Sizning naqshingizga hozir qattiq ismimizda hatto shunaqa. Menimcha bu vaqtida bu naqshaga qandaqdir meningki bo'lsin yoki bo'lmasa do'stlarimizning qo'yayotgan bu ismlar bo'lsin, yanada Akbar o'zi yozib chiqqanligi uchun hurmat qilib Akbarning o'zining haqiqat vaqtida o'zi bir muvofiq bir ismni qo'ysa, menimcha bu naqshaga bo'lgan bir hurmatni bildiramdiki deb o'ylayman. Mayli qandaq bir ism qo'yilishidan qat'iy nazar, menimcha bugun naq maydonda anglab bo'lgandan keyin buning aslidagi Luing Ban nusxasida tarqatilgandan keyin texma olqishga erishishida chatoq yo'q. Shundaq-ku. Menimcha do'stlarimiz bu intan yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Endi mencha bir mush eng oxirida Yurayli biz degan naqsh bilan oyoqlashtirsak mencha to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Chunki endi bu mening tunji ijodiyatim. Tunji ijodiyatim. Mushu bolalarga ekran oldidagi ko'rayotgan mushu do'stlarimizga hisobdan mushu Yurayli biz degan naqshlar turtkilik rol o'yindi. To'g'ri. Ammo Akbar, mushu naqshingizni aytishdan do'stlar so'rma degan naqshni bir qilishib bersa deydi. Bunda qilaylik. Unda qilsa rostdan desam, men bugungi bo'yliq bevosita faqat oxirlashtirib Chunki naqshlar bir-birsida esil chiqyapti. Uning ustiga biz odatda Linjunjiyalarni deymiz, Xingzhou City deymiz. Unda qo'shiniga o'xshash bugun anglagan vaqtimizda qandaqdir bir naqsh kechilik emas. Bir plastinkani qo'yib turib, shu plastinkadagi o'zimiz yaxshi ko'rgan bir turkum naqshlarning to'plamini anglayotgandek hissiyotga kelib qolyapmiz shu. Shuningga mushundaq bir qisqagina bir 3 minutdan 5 minutgacha bo'lgan vaqt bo'lsa, do'stlarimiz mishada talab qilsa, undan keyin shu naqshini 2 misradan 3 misragacha bir aytib bersangiz. Bo'ldi. Qanday? Do'stlar shundan ishtiq shopping qilinglar. Taqancha-qanday. Bo'ldi, ishlaylik. Endaqda oldi bilan so'rmadan boshlaylik. 请问索尔玛这一首主持人为什么那么狠心呢 Akbarni o'g'irlashtirishi meni emas. Amaliyot men shundoq ozorib uchirgan bir yigit olib chiqishim kerakdi. Naq maydonga berib o'zgarib ketib qoldi. Bunga nisbatan shundoq bekchiq fikrlarmi keldim. Shu umidga nisbatan nima uchun shundoq bir ijobiy obrazni biz salbiy qilib qo'ydinglar uningda deb. Hattoki umidga xat kelibdi endi. Burun sizga amroqtoq, mush meni kuygandan yozib amroq emas bo'lib qoldik deb. Zodi chanan deb turib. Xo'sh. Unda qo'y so'rmading kelaylik. So'rman hozir nima ish qilgan bo'lgan-to? Aytadigan bo'ldingiz chingchang. Nima ish qilgan bo'lgan-to? So'rman siz yaxshi aytdingiz menda. Ya men yaxshi aytman, endi meni aytsam texim tasavvur cho'nqirlab ketib qolib, meni texim asgaga chiqarib o'tib qolishi mumkin do'stlar. Unda ashu ya'ni ashu Kenjo degan do'stimiz so'rabdi. Menda qilaylik. So'rma degan naqshini so'rgandan keyin pianinoda bir chapasin. Voy. Bir beshidan toki shu tekst tugagan qismigacha qisqagina bir 1,5 minut, 2 minut atrofida qilib aytib beray. Ha, bo'ladi chatoq. Voy, bunda shunday so'rmani biz pianinoda chapasimiz. Qanday marhamat. Razmen katta sorma. Baldi sorma, baldi jığlama. Oylığının ahri keldi Kılganlarını öçürvettin bu Seni şunçı yaxşı körsem o Bilip durup taşlap kettin bu Sanıqıma bir cüp gözümden Körüp durup taşlap kettin bu Moşu menin bəxtim desem Esin olmaydın Müşçey güce ötelmesem Nimde bal dedim
Rahmat. Aşı çayınlardı, cim oturanlar, toxtanlar yana tələpə. Toxtanlar. 3'ten 30 minut. Sen diyeyim ben. Hə, sən yapma. Oldu. Dileyni azırak çürüp bergen bolsunuz, rahmet. Derizemden marak durar yaşı tulun aval kıde sen var ki de televizorda menden yaktır ediğan film küzümde sen faqatla sen Akşamı yalğız qalğanda Seğinişim dolqun buludu Seher Gözümni açqanda Yolda manğanda Öyge qaytqanda Seni körgüm keledi, seni söygüm keledi, bağrımga besi, erkin etkim keledi, meni körgüm keledi, meni söygüm keledi, aşu akşamda meni körgüm keledi. Körgüm keledi, seni söygüm keledi, bağrımga besi, erkin etkim keledi, meni körgüm keledi, meni söygüm keledi, şu akşamda meni körgüm keledi. Sığındın mı? Toxtanlar. Yana bak. Qozam. Gapi bolsim o. Uy, beyt etdim mi? Muhabbet oti köyüp gitdi gam qayg'ularim mening faqatla kunduz sen bilan shu kabi uyimda Naşta qilg'im bor Kapi bo'lsin o Kunda kuldirib Muhabbatim bilan Qozam qilg'im bor Chunki söyman Yaxshi ko'raman Chunki söyman Yaxshi ko'raman Rahmat. Yani birini keltirdim de. Bo'ldi. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar shuni eskartib qo'yayki, hozir ekran bilan Akbar ikkisiniki hammasi bizning tordoshlarimizninki shu naq maydonda bevosita ko'z tutishimizda. Naq maydonda ya'ni
talab qilgan naqshlarga naq maydonda bir tarafdan chilib bir tarafdan aytgan naqsh bu. Hargiz oldin ola tayyorlik qilib olgan emas. Demak, bir musiqa atartiniki pishib yetilishida mana mushundaq o'zaro surkilish, o'zaro bir-birini qo'llash, o'zaro bir-birisi bilan ichakishib o'tish orqali va o'zaro bir-birisi bilan yig'laymanmi kelganda Ikrombek Fayzg'o. Albatta bir-birini qo'llash, bir-birini o'g'inish va bir-biriga o'g'itish jarayonida mana shundaq barliq keladi. Shuningga yana bir qitim biz Zarat musiqa atratiga ko'pdan ko'p rahmatimiz bildiramiz. Rahmat sizlarga, Ikrom, shundoqlar Iskandar. Undaqda Akbar. Endi biz bugungi mana shu naqsh kechiligimizning eng oxirgi bir xotimasiga intan go'zal bir chekitdan birini qo'yish uchun bayatin deganga o'xshash Yurayli biz degan naqshni taqdim etaylik. Ya'ni undaqda yurayli biz keldi. Hammalar birlikda naq maydondagilar tang aytsak bo'ldi jumomiyatkilar. Ovozinglar qo'yib aytinglar. Billaytimiz. Ondan bevosita taqitishni ko'rayotgan do'stlarimiz sizlar ovozinglarni qo'yib turib aytsanglar bo'ladi. Chunki bundaq naq maydondagi kayfiyat, bundaq naq maydonda orzuga yetish meningcha osonga to'xtamaydi. Ham bundaq fursatlarni ko'p kelmaydi. Shunga hammalar birlikda o'zimiz yaxshi ko'radigan Ekran oldidagi do'stlarmi billa aytaylik. Aytsak bo'ladi, ha. Qani ovozimizni qo'yib aytamiz, ha. Men mikrofonni itib turib aytaymiz, qiyib ketganlarim jin qoldi. Telefonumuzun çırpını yakayla. Birga so'qdi yurak kuyush tush Söygü kuylariga bo'lishdi Ko'ralmasak yiroqni mayli Qadamlarimiz to'xtab qolmasin Billah Aramızda qidaş bolsa mayli ayrılışlar bo'lmasin Javri jafo kelsa mayli bo'lmasin Sevenliksiz insan yok mayli yalqonchilik bo'lmasin Vücudumni sana atay mayli vafasızlık bo'lmasin Yurayli biz to'y qilgacha O'tayli biz mükçaygacha Şirin şeker gaplarning hammasi sizlarga mansub bo'lsin. Birla faqat manga senla kerak Gap so'zlardan parvoyim Menzilimiz uzun bo'lsin o mayli Niyatlarimiz uch kamson Aramızda qidash bo'lsa mayli ayrılışlar bo'lmasin Javri jafo kelsa mayli voz kechishlar bo'lmasin Sevenliksiz insan yok mayli yalqonchilik bo'lmasin Men vücudumni sana atay mayli vafasızlık bo'lmasin Yurayli biz to'y qilgacha
gece toy xilgacha o'tayli ta o'lgicha. Rahmat. 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 Men boshlab beraman. İK, Nanshan, İK, Nanshan, İK, Nanshan. Rahmat. Xo'sh, rahmat Akbarga. Endi o'rnimizni qopsaq bo'larmikin deb o'ylayapman, ha. Shundoq. Akbar, bugungi naqsh kechiligimizga siz eng oxirda bir jumla so'z bilan o'zingizning naqsh kechiligingizni xulosalang. Siz qaysi jumla ishlatsiz yoki qaysi so'zni? Hamma ishlar eng yaxshi o'rinlashtirish. Men eng yaxshi ko'radigan gap. Demak, hamma ishlar eng yaxshi o'rinlashtirish degan gapning o'zi nima desak, mana shu sahnadan turib, bugungi butun tayyorliklarni bitirib, bir yerga yig'ilib turib, mayli sahnaning oldida turayotgan biz bo'laylik yoki sahna orqasida xizmat qilayotgan bizning xizmatchi xodimlarimiz bo'lsin. Shundaqla bizni qo'llab kirgan bizning Xalzandagi shundaqla to'g'ri mediadagi barliq do'stlarimiz bo'lsin. Hammalar eng yaxshi o'rinlashtirishlar bilan bir yerga yig'ildik. Shundoq. Mana shundaq go'zal bir minutlarda biz shunchalik qiymay turib bugungi naqsh kechiligimizni oxirlashtirish oldida turyapmiz. Ammo shuningga ishimizga yana shundaq bir yaxshi o'rinlashtirishlar bilan biz yana kelgusida Akbarning texmi bo'lmazmunliq, texmi nodir asarlarini anglashga muyassar bo'la olamiz. Shundoq. Akbar. Men tirishim. Albatta Akbarninkimi meningcha ekran oldidagi do'stlarga, ya'ni bevosita tarqatishni ko'rayotgan shu do'stlarga deydigan yurak so'zlar bor deb o'ylayman. Yurak so'zlarni aytib tugatgili bo'lmaydi. Mening deydiganim hammaylar xotirjam bo'laylik, tenimizni salomat tutaylik. Tan salomat bo'lsalar biz har vaqt ko'rishalaymiz. Mening naqshamni anglay olasizlar.